Assalomu alaykum aziz YouTube. Meni kanalim va gips haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lgan obunachilar, men o'zim haqimda tanishtirayotgan bo'lsam, Nazirov Dilmurod 17 yil oshib 18 yilga qarab ketyapti. Shu gips sohasi bo'yicha ishlab chiqarish zavodlarida ishlab, tajriba orttirib, qo'shimcha zavodlarda qurilishlarida ham ishlaganman. Mexanik texnik vazifasida ishlab kelyapman hozirgi kunda Qo'qon iqtisodiy zonasi Zamin gips korxonasida. Endi o'zlaringizga qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Imkoniyat darajasida hammalaringizga javob berishga harakat qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.